Assalomu alaykum hurmatli Cherry Navoiy muxlislari. E'tiboringiz markazida yangi Cherry 7 Pro'ning yangilangan, ya'ni 2026 dizayndagi versiyasini ko'rib chiqamiz bugungi video obzorimizda. Xo'p, ma'lumot o'rnida bu avtomobilimizni, ya'ni yangilangan restyling variantimizda 3 ta komplektatsiyasi bo'ladi. Life pozitsiyasi, Premium hamda Max pozitsiyasi bo'ladi. Pozitsiyalarda o'rtasidagi farqi, birinchi pozitsiyamiz 1.5 turbo motor bilan jihozlangan, variator korobka bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, bu to'chog'imiz, ya'ni ikkinchi pozitsiyamiz Premium komplektatsiyamiz, u ham 1.5 turbo motor, faqat robot korobka bilan jihozlangan bo'ladi. Uchinchi pozitsiyamizda esa Max variantimiz polni привод, ya'ni 4x4 1.6 GDI motor bilan jihozlangan bo'ladi-da, hamda 187 ta ot kuchini tashkillashtirib, u ham robot korobka bilan jihozlangan bo'ladi. Yangilangan Tiggo 7 2026 dizaynimiz 3 ta komplektatsiyada keladi. Life, Premium hamda Max variantlarimiz bor. Uchala komplektatsiyamizga ham rassrochkalarimiz bor. Ya'ni Life komplektatsiyamiz 299 million 900 ming so'm narxida foizsiz muddatli to'lovga, agar bankdan kredit yoki naqd pul asosida bo'ladigan bo'lsa, 25 million foyda asosida 274 million 900 ming so'mga. Premium komplektatsiyamiz 344 million 900 ming so'mga. Bunga ham naqd pul yoki bankdan kredit asosida xarid qilsa 319 million 900 ming so'm narxiga xarid qilsa bo'ladi. Hamda bundan tashqari Max komplektatsiyamiz 364 million 900 ming so'm tashkillashtiradi. Uni ham naqd pulga oladigan bo'lsak, 344 million 900 ming so'm narxiga xarid qilsa bo'ladi. Ayni damda video obzorimizda Premium komplektatsiyasi bor. Xo'p, bunda tepasi panorama tom bilan jihozlangan bo'ladi. Yomg'ir sensorlari bor, laboviy oynasi to'liqligicha spiral bilan qoplangan bo'ladi. Materiali 0.8 mikrondagi qalinlikdagi atsinkovka materialdan qilingan bo'ladi. Yangilanishlardan 90% gacha o'zgartirilgan bo'ladi. Old oblisovkamiz yangilangan dizaynda, ya'ni mana bu dizaynlari o'zgargan bo'ladi. Xo'p, emblemamiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Yangilangan bo'ladi. Faralar Tiggo 8 dizayndagi bo'ladi. Faralarimiz LED yonadigan bo'ladi. Tumanga qarshi yonadigan faralarimiz ham xuddi shunaqa. Oldida parktronik hamda bu komplektatsiyada 360 gradus kamera borligini hisobiga oldi tarafida 360 kameraning old qismi ham bo'ladi. Xo'p, keling. Yon tomondan tushuntiradigan bo'lsak, diskalar 18 razmerda bo'ladi, faqat diskani guli butunlik o'zgargan. Ya'ni oldingisiga nisbatan boshqacha dizayndagi gul bilan kelgan bo'ladi. Razmer o'zgarmagan, o'sha 18 razmerdagi diskalar yumshoq balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Podveskamiz MacPherson bo'ladi. Xo'p, eshik kartalarimiz haqida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ichki salon. Ichki salon deyarligicha 90% Tiggo 8 Pro bilan yangilangan variantda kelib chiqyapti. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Karbon elementlardagi aquaprintlar, xrom detallar, bu ham xuddi shunaqa Burmester akustikaga o'xshagan pishalkalar qo'yilgan bo'ladi. O'zida Sony akustika qo'yilgan bo'ladi. Eshik podsetkalarimiz bor. 64 xil rangda yonadi. Kayfiyatingizga qarab rangini o'zgartirsangiz bo'laveradi. Ichkari salonda, xo'p, skorichagimiz butunlay o'zgargan bo'ladi. Oldingi versiyalarimizda mashina ikkita rejimda ishlaydigan, ekonom hamda sport bo'ladigan bo'lsa, hozir yangilangan versiyamizda komfort rejimi ham qo'shilgan bo'ladi. Monitorlarimiz to'liqligicha 8 Pro dizaynida, rul chambaragimiz ham xuddi shunaqa, klimat kontrol dastaklari, ya'ni tugmachalari o'zgargan bo'ladi. Start stop knopkada yonib o'chadigan bo'ladi. Xo'p, orqa qismi bu yerda ham eshik kartalarida karbon elementlari aralashgan hamda xrom detallar bilan jihozlangan bo'ladi. Orqa o'rindiqlar ham qizdiradigan bo'lib keladi bu komplektatsiyamizda. Ходовой jihatiga keladigan bo'lsak, orqasi независимый podveska, ya'ni alohida tushib chiqadigan podveska bo'ladi hamda balonimiz razmeri orqa tomoni ham 18 bo'ladi. Mashinamizning orqa tarafdagi qismi to'liqligicha faralar o'zgargan bo'ladi, ya'ni qoraytirilgan monoqosh bo'ladi bu ham. Mana bunaqa 3D effektlar qo'shilgan bo'ladi hamda yonida отражающиlar bu yoqqa ko'chgan bo'ladi. Orqa parktroniklarimiz bor, eshikda ochish knopkalari o'zgargan bo'ladi, yozuvlarimiz tepaga ko'chgan hamda bitta knopka orqali elektronli bagajimiz ochiladi. Bagajligimiz 475 litrda tashkillashtiradi. Faqat o'zgargan taraflari oldingi versiyalarimizda запасной balon, ya'ni qo'shimcha balonimiz to'liq polnoценный bo'lsa, hozir dakatga qo'yilib berilyapti, ya'ni vulkanizatsiyaga yetib olishingiz uchun. Faqat bagaj xuddi o'shanaqa elektronli bagaj, detskiy rejimlar bilan birga bo'ladi, ya'ni qisib qolmaydigan rejimlari bor. Bagajnikda ichkarida salondan bu yoqda o'zida hamda pultdan ham ochib yopsa bo'ladi, hamda pultida avtozapusk bor, ya'ni pult orqali bemalol mashinani yondirsa, ya'ni zavod qilsa bo'ladi. Xo'p, Cherry Navoiy Adaymaster avtosalonimizda eng kam boshlanish to'lov 20% dan boshlab 5 yilgacha avtokredit shartlari asosida hamda 30% boshlanish to'lovdan boshlab 36 oygacha foizsiz muddatli to'lovga, agar boshlanish to'lovi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bank aralashtirmasdan Fincom leasing dasturi asosida
avtosalonni o'zidan rassrochka oformat qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avtomobillarimizga 5 yil garantiya 150 ming kilometrgacha hamda servis xizmati bilan birga bo'ladi. Ish vaqtimiz ertalabki soat 9:00 dan kechki soat 8:00 gacha har bitta mijozimizga qulay takliflar asosida hamda o'sha chegirmalar asosida mashina xarid qilish imkoniyatini beramiz. Faqatgina M37 trassasida joylashgan Cherry Navoiy Adaymaster avtosaloniga tashrif buyursa bo'ldi. 18:00 gacha yetib kelgan har bitta mijozimiz uchun bitta prava asosida, ya'ni haydovchilik guvohnomasi bilan bepul test drive ham tashkillashtirib beramiz. Test drive'larimiz hamma avtomobillarimizga mavjud. Tigo 2, Arizo 6, Tigo 7, Tigo 8, hozir yangi chiqqan gibrid avtomobillarimizdan Arizo 8larimizga ham xuddi shunaqa. Hurmatli muxlislar, hammangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.